Yavaş, 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 yavaş. Shu go'shti zo'r ekan ha buni. Hozir tirik vazni 700 kilogramm, toza go'shti 400 kilogramm chiqadigan mana shu ho'kiz, novoz bundan 1,5 yil oldin mana bunday buzoqcha bo'lgan. 1 oylik buzoqchaligida 9,5 millionga olingan. Hozir bozorga olib chiqsangiz 50-60 millionga indamasdan olib ketishadi. Bilasizmi, mana shunday chorva biznesi ham katta biznes ekanini biz mening tomorqamda avval ham ko'rsatgandik, Samarqand misolida. Endi mana bunga e'tibor qiling. Mana shu buzoqchani narxi ayni kunda 25 million deyishyapti hozir. Ya'ni bitta buzoqning narxi. Buzoq onasidan tug'ilganda $1000 bo'lar ekan. Toki u naslli chorva bo'lsa. Biz hozir Parkent tumani Surxi mahallasidamiz. Bu yerda mahalladagilar asosan chorvachilik va uzumchilik bilan shug'ullanishadi. Lekin bu yerda bir inson bor, Mirjamol aka va u kishining otalari bitta moldan, ya'ni qariyb 10 yil avval 2016-yillarda bitta semental zotli qoramoldan boshlangan ish bugun katta biznesga aylanib ketdi. Ko'rib turganingiz kabi katta naslli chorva mollari boqilyapti va sutchilikka asoslashgan bir fermerlik tashkil qilindi desa ham bo'ladi. Xonadonda, eng muhimi buni hammasi xonadonda qilingan. Bugun bir kunda 200 litrga yaqin sut olinyapti. Bitta sigir 35-40 litr sut beryapti. Ko'ryapsizmi? Bittadan boshlangan biznes qanday katta bir ko'lamga ega bo'ldi. Bugun biz mening tomorqamda ana shular haqida gaplashamiz. Bizni kuzatib boring va oxirida xulosa qilasizki, chorva katta daromad, baraka ekaniga. Aqlli sigir qarang, ko'ryapsizlarmi? Mirjamol aka, chorvani tuyog'i bilan oyog'i bosilmagan odam chorvador bo'la olmaydi degan bir gap ham yuradiki, ya'ni uni mashaqqat nazarda tutiladi-da. Tasavvur qiling, bir sigir oyog'ingiz bosib ketsa qancha aziyat chekasiz-da. Shuni deylik, og'rig'idan zada bo'lmagan odam chorva qila oladi. Bu chorvani qiyinligiga ishora-da. Menga hozir bitta gapingiz juda ma'qul keldiki, bittadan boshlab shuncha qildim deyapsiz-da. Keling, o'sha tarixni qisqagina gapirib bering. Qanday qilib ko'paytirdingiz bularni? Bir 10 yillar oldin kiritib olgan biz 15 million so'm. Bittadan ko'paygan hammasi. Balki ko'pchilik ishonmasdir bunga. Bitta tuqqan, uni balasi keyin boshqasini tuqqan, mana shunaqa ko'payib ketgan. Hozir nechta bo'ldi? Hozir soniga 14 ta 15 ta bor. Haligi bir video film bo'lardi. No'monjon bitta qo'y tashlab ketib, keyin hali ko'payib ketadi-ku. Mashhur video filmimiz. Balki ko'pchilik ishonmasligi mumkin bu gaplarga. Endi buni ko'paytirish ham o'z bo'lmadi. Bunga endi bab sabr kerak ko'paytirishga, mashaqqati bor. Mana shu zotdanmidi birinchi olib kelganingiz? Semental u ham. Nimaga aynan semental tanlagansiz? U sutga ham yaxshi, go'sht borasi ham yaxshi, keyin men o'zimizni sharoitga moslashgan u. Issiqqa ham, sovuqqa ham ko'naveradigan narsa-da. Qarang, Mirjamol aka, mana bittadan 14-15 taga aylandi-da. Bugun sizga bu daromad keltiradigan biznesga ham aylanib ulgurganda, shuni ham aytib bering, nimadan daromad qilasiz? Go'shtdanmi, sutdanmi? Bizga faqat sut yo'nalishi. Har holda daromad yomon emas, 150-200 litr sut bor. Bir kunda 150-200 litr sut oladi. O'zini ham boqyapti, bizlar ham boqyapti. Balasidan foyda o'shuni. 150-200 litr sut olaman deyapsiz-da. U pulga chiqsa qancha bo'ladi? Biz endi haftasiga hisoblaymiz. Har holda 4,5 million 5 million atrofida haftasiga. Lekin buni yeyishi ham bor, xarajati bor. Xarajati qanaqa uni? Buni bir haftalik sutini puli o'ziga 2 haftaga yetadi-da. Yem-xashayaga 2 haftaga yetadi. Bir oyda qancha daromad qilasiz mana shular sutidan? Hisoblasangiz 20 million bo'lsa kerak oyiga. Nolimiz daromad har holda yomon bo'lmoqdik. Shundanmi daromad? Hammasi mana shundan, keyin azroq uzumchilik ham bor, bog'dorchilik ham bor. Endi sutdan tashqari yana nima daromadi bor? Mana novvoslari bor, managa go'shtga, erkaklari. Hozir mana qarang, bitta hisob topib ko'ramizda. Sizda unday rejani o'zi yo'q, lekin siz umumiy boyligingizni hisob kitob qilaylik. Hozir masalan deylik, bitta sigiringiz narxi necha pul? Masalan, sotaman desangiz. 60 million. 60 million bittasi. Qo'shib hisoblasak, bir 500 millionlik molingiz bor. Bor. Bir yilda nechta buzoq olasiz? 5 ta 6 ta. Buni boqamiz, ma'qulini olib qolamiz, ma'qul bo'lmaydigani ketadi. Keyin mana uni yosh kattaroq bo'lgan sigirlar sekin o'rnini o'zi sekin to'ldirib boradi-da, ba'da buzoqlar. Qarang, nimaga bunday issiqxona qilib qildingiz buni? Bular endi yurish kerak. O'ziga ham foyda, har holda sal qarash ham osonroq buning uchun. Kengroq joy kerak. Yurgani foydada. Bularga bir joyda turib qolsa ham kasallik ko'payib ketyapti. Men mana unday semental zotli mollarni, umuman zotdor mollarni faqat katta bir chorvachilik komplekslarida boqsa bo'ladi deb o'ylar ekanman. Xonadonda ham boqsa bo'lar ekan. U sharoit qilib qo'ysangiz hamma narsaning iloji bor hozir. Demak, biz xonadonda ham sutga ham go'shtga boqmoqchi bo'lsak, semental olganimiz ma'qul. Semental issiqqa ham, sovuqqa ham ko'naveradi.
Borizga ham yo'g'izga ham ko'naveradi. Alohida ratsion talab qilmaydi. Yo, bir xil rejim. Men bilaman, sutga boqiladigan mollarda yelinlari bilan bog'liq kasalliklar bor. Tuyog'i bilan bog'liq kasalliklar bor. Ularni bilish uchun odam veterinar bo'lish kerak. Siz veterinar xizmatdan foydalanasizmi yo'q? Ha, foydalanamiz ha. Aytganda hammasi mana shu yelindan ham bo'ldi, og'zidan ham bo'ldi, tuyog'idan ham bo'ldi. Har holda olib qoldik. Qarang, buni bir ishchi yollab ishlatasizmi, o'zingiz qilasizmi? Yo, o'zim oilaviy. Adam ikkovimiz qilamiz. Qiyin emasmi? Yo'q. Oldin qiyin bo'lardi, mana uni qurishimizdan oldin qiyin bo'lardi. Buni qurgandan keyin har holda ishlar yengillashib ketdi. Shu sigir meni yeb qo'yadi hozir boru. Yoqib qoldingizda bunga? Eng zo'r sut beradigan sigir necha litr sut beradi bir kunda? 35 litr hisoblayvering. Shu bo'g'ozlari bor, mana bu ham shu 3-4 kunda ko'payib qoladi. Bular bo'g'oz, hammasi har holda startda turibdi hozir. Qarang, uy sharoitida mana shunday o'zidan ko'paytirib katta chorvachilik kompleksi qursa bo'lar ekanda. Bo'ladi. Siz hali ham mana buzoqlarni sotamiz ham deyapsiz-da. Sotmasangiz bu bir dunyo bo'lib ketardi. Ha. Molni turgan bitgani baraka. Nimaga qilmaymiz unda? Qilib yurmagan odam qilmaydi-da. Biz endi o'zimiz kichkinaligimizdan mol boqib katta bo'lganmiz. Sutni kim oladi? Sutni o'zimiz mana shu mahallada Murod hojiga bor. O'sha oladi sutni. Murod hojiga. Qayta ishlash ham shu mahallada. Ha, o'sha. Masalan, mana shu biznesni qilaman degan odamlar nimadan boshlashi kerak? Sharoit qilish kerak birinchi navbatda. Siz uchun qiziqmi bu ish? O'zimizga yoqadi, hobbi boqish. Keyin men shuni eshitganman, shu sigir qancha ko'p yursa, shuncha ko'p sut paydo bo'lar ekan. Ya'ni qon qancha ko'p aylansa, shuncha ko'p sut berar ekanda. Sizni mana bunday katta joyda sharoit qilganingiz o'zi bu zo'r deganida. Mana hozir ko'rib turibsizlar, hurmatli tomoshabinlar. Mirjamol aka o'zi sodda bir chorvador. Uncha gapga chechan odam emas. Lekin men ayta olamanki, mana shu yerda hozir Mirjamol akani 500 millionlik mollari turibdi. Bu bittadan boshlanib, bugun 15 taga yetgan. Bir nechta buzoq deysizmi, buqa deysizmi, boshqa deysizmi, katta bir biznesga aylanib ketgan. Tavsiya qilaman O'zbekiston xalqiga boqinglar. Kam bo'lmaydi. Barakasi bor. Ya'ni bir 10-15 ta chorva boqish uchun katta joy kerak emas-da bizga. Ba'ziroq joy bo'lsa bo'ldi. Mana shu o'zi 1 soatga oshiqroq. Mana shu qilgan joyimizda o'zi 1 soatga oshiqroq. Yana aytishimiz kerak, mana buni ham innovatsiya desa bo'ladi. Men hali ko'rmaganman issiqxonada mol boqilayotgan joyini. Issiqxonada pomidor yetishtiramiz, bodring yetishtiramiz. Lekin mol boqqanini ko'rmagan edim. Bu ham o'ziga xos bir yangilik ekan. Ha, xudo xolisa, bir yil yangi yildan oldin qildik buni. Yozda nima qilasiz buni ustini endi? O'zimizdan ko'ksekka bor-ku. O'shanda yopib qo'yamiz ustini, quyosh tushmasligiga. Soya bo'ladi. Ventilator qo'yamiz. Mirjamol aka, bilaman, siz bittadan 15 ta chorva qila olgan tajribali chorvadorsiz. Lekin yana ham ilmingizni orttirishga agar ehtiyoj sezsangiz, bizda mana shunday to'plam bor. Agrobank tomonidan mamlakatimiz qishloq xo'jaligini, chorvachiligini ilmiy jihatdan rivojlantirishga katta deylik bel bog'langanda, mana siz aytyapsiz-ku, bu yil qishda qiynaldik, ya'ni chorvalarimizga kasal tegdi. Shunda baribir endi ilmga ehtiyoj sezgansiz-da. Mana shu 100 ta to'plamning ichida aynan mana qarang, qoramollarni parvarishlash bo'yicha bir nechta to'plamlar bor buning ichida. Sizga og'ir yuk ko'tartirib qo'ydim, lekin ilmda og'ir bo'lmaydi. To'g'ri. Mana qoramollarni sun'iy urug'lantirish ham bor buning ichida. Sut va sut mahsulotlarini tayyorlash, yaylovlarda chorvachilikni tashkil etish, sutdor qoramollarni parvarishlash, sifatli sut ishlab chiqarish, qoramol kasalliklari, mana hozir aytdik, kasalliklar haqida gaplashdik biz. Brutselyoz, buzoqlar sepsisi. Mana shu kitobning 9-sahifasida qoramollarda oqsil kasalligiga qarshi kurashish haqida yozilgan. Ya'ni demoqchimanki, mana sizni bu yil qiynagan kasallikni davosi ilmiy asoslangan holda yozilgan mana. O'qib chiqasiz, albatta foyda beradi, mana suratlari bilan berilgan. Sizga mana shu katta ilmiy yordamchi bo'ladi. Agrobankdan bu sizga sovg'a. Imino shuni o'qiyman lekin. O'qiysiz? Ha, imino o'qiyman. Albatta o'qing. Sizga yana bir eslatmamiz bor. Umuman deylik, sizga foyda beradigan yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agrobank tomonidan fermerlar maktabi ochilgan. Bu maktab mamlakatimizda juda ko'p yoshlarimizni, umuman deylik dehqonchilikka, chorvachilikka qiziqqan xalqimizni mana shu maktab orqali ko'p tajribalar orttirdi, daromadga kirdi. Bu maktab an'anaviy maktab shaklida ham tashkil qilingan va onlayn maktabi ham bor. Onlayni zo'rki, sizga o'xshagan amaliyotni ichida yurgan odamlar shu telefonda olasiz, platformaga kirasiz, fermerlar maktabini topasiz va onlayn saboq olaverasiz. Sizga eng tajribali mutaxassislar, chorvani deylik, miridan sirigacha biladigan odamlar sizga dars o'tishadi. Xohlasangiz, hozir biz Agrobank xodimi bilan sizga shu platformaga qanday kirish, qanday o'rganishni ham o'rgatib qo'yamiz. Bo'sh vaqtlarda bir ermak desa ham bo'ladi va tajribani orttirish. Ko'rinib turibdi, sizning maqsadingiz yana ham rivojlanishda. Bu rivojlanish uchun albatta ilm kerak. Mirjamol aka, sizga rahmat deymiz. Qoyil qoldim. Chorvangiz 1 dan 15 bo'pti, 15 dan 150 ta bo'lganda yana kelamiz, xudo xolasa.
Sog' bo'ling. Aytganingiz kelsin.